O'rtoqlar, mana injektor nimaga kam rasxod qiladi deysizlar-ku, mana qaranglar. Sepishini ko'ryapsizlarmi? Bu tomchilamaydi, karburatorga o'xshab ploq qo'yib yubormaydi. Bu qani. Voy. Hozir o'zida ketgan bo'lsa bir 0,001 gram benzin ketdi. Mana shunaqa rasxod qilgandan keyin injektor juda ham tejamli motor bo'ladi, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Полный full injektorga yig'ilgan Damas'miz. Ishchi sifatini ko'ryapsizlarmi? Idealligini 1 yil garantiyasi bilan proshivka, diagnostika kompyuterda bo'ladi. Mashina proshivka, diagnostika, elektronli ventilyator, kompyuterlar o'z zavodskoy joyida. Qo'shimchasiga konditsionerlar bilan qo'yib berganmiz. Isparitellarni ko'ryapsizlarmi? Tiniq, yeng, voy ventilyator shabadaga aylanadi. Просто tak. Trassada yurasizlar, bir 6 ta yo 5 ta rasxod. Dalniga yursanglar, umuman benzin nimaligini unutasizlar. Shundoq, menimcha rasxodinglar 5 ta yo 5,5 ta bo'ladi, do'stlar. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, 1 yil kafolati bilan faqatgina proyekt Damas